Assalomu alaykum bolajonlar. Sizlar bilan yana ham qiziqarli o'yinlar o'ynashni boshlaymiz. Endi yana ham qiyinroq o'rganib qilamiz. Mana bu yerda mana qalamlar, ruchkalar aralashtirilgan, ikkalasi 12 tadan. Ko'zimizni yumgan holatda qalamlarni hamda ruchkalarni nima qilamiz? Topib, mana bunga solamiz. Landi o'yin boshlandi. Sarvar ruchkani soladi, bu qalamni soladi. Demak, bitta ketdi. Bitta donadan. Qalamni emas, sen ruchkani solishing kerak. Muslima 5 ta 6 ta solib qo'ydi. Kim adashgan bo'lsa 2 ochga ayirib tashlanadi. Teskari solib qo'ysa hammi? Ha, teskari solib qo'ysa. Endi tugadimi ota? Hali bor. Uzoqroqda bor yana Sarvar. Bo'ldimi meniki? Bo'ldi. Muslimanki bo'ldi. Bo'ldi, shu joyda to'xtatamiz. Endi ochamiz. Muslima, menimcha bitta ruchka nima qilding? Bitta ruchka bilan ikkita ruchka, 3 ta ruchkani solib qo'yganligi uchun Muslima lekin 4 ta, o'z bittasi qolgandi. 3 ta ruchkani solib qo'ydi. 2 ochkodan ayirib tashlasak necha bo'ladi? 1, 4 ta, 8 ta, 12 ta qalamning hammasini soldi. Demak, 12 ta, 16 ta bo'lsa ham 4 tani olib tashlasak, bu o'yinda Sarvar bitta nima qilmadi, xato qilmadi. Demak, bu o'yinda Sarvar g'olib bo'ldi. Qani Sarvar, nima olamiz? Men baribir kam soldim. Muslima olaversin. Sen kam soldingmi? Vijdoning qiynalyapti. O'zi qani senikini sanaylikchi, agar 8 tadan ko'p bo'lsa, ana qilamiz. Nechta ekan seniki? Meniki 5 ta, 8 ta. 8 ta emas, 7 ta bo'lsa kerak seniki. 4 ta, 8 ta ekan. Demak, ikkalaringniki ham teng bo'libdi. Ha, do'sti g'alaba qozoldi deb mayli. Mana bu ikkalanga ham yana bir xil nimalar beramiz? Rangli qog'ozlar beramiz. Demak, rang qog'ozlar ko'proq olib kelganimiz yo'q, bekarga ko'proq narsa nima qilishimiz kerak? Yasashimiz kerak. Bolajonlar bilan xayrlashamiz. Xayr bolajonlar.